Agar yerda ikkita oy bo'lsa nima bo'lardi? Tasavvur qiling, kechasi osmonga qaraysiz. Va faqat bitta oy emas. Ikkita oy sizga qarab turibdi. Biri hozirgidek. Ikkinchisi esa kattaroq, yorqinroq va yaqinroq. Endi savol, yerda hayot qanday o'zgaradi? Agar yerda ikkita oy bo'lsa, birinchi o'zgarish okeanlarda bo'ladi. Hozir bizda oy dengiz suvini tortib, to'lqinlarni hosil qiladi. Lekin ikkita oy bo'lsa, to'lqinlar 2 baravar kuchli bo'ladi. Ba'zi qirg'oqlarda suv har kuni yuzlab metr ichkariga kirib boradi. Shaharlar suv ostida qolishi mumkin. Ikkinchi katta o'zgarish tungi osmon. Tunda faqat qorong'ilik emas, osmon doim yorug' bo'lardi. Ikki oy bir-biriga yaqinlashganda, ular hatto kosmik raqs qiladi. Ba'zida biri ikkinchisining soyasiga kiradi va bu yerdan qaraganda g'ayrioddiy tutilishlarni hosil qiladi. Odamlar tun bo'yi uxlay olmasligi ham mumkin. Chunki tun endi to'liq qorong'i emas. Lekin eng xavfli narsa gravitatsiya o'zgarishi. Ikki oy yerga turli tomondan tortish kuchi beradi. Natijada zilzilalar ko'payardi. Vulqonlar tezroq uyg'onardi. Yer qobig'i beqaror bo'lardi. Ba'zi olimlar fikricha, bu hatto iqlimni ham o'zgartiradi. Qishlar sovuqroq, yozlar esa yanada issiqroq bo'lishi mumkin. Endi eng qiziq savol: insonlar bunga moslasha olarmidi? Ha, lekin vaqt o'tishi bilan odamlar yangi kalendarlar tuzardi. Chunki oy fazalari 2 marta murakkablashadi. Dengizchilar navigatsiyani qayta o'rganadi. Hatto ba'zi hayvonlar ham migratsiya yo'nalishini o'zgartiradi. Lekin eng hayratlanarlisi shuki, agar ikkita oy million yillar oldin bo'lganida edi, ehtimol yerda hayot butunlay boshqacha rivojlangan bo'lardi. Balki biz umuman boshqa ko'rinishda bilardik. Yoki umuman insonlar paydo bo'lmagan bo'lardi. Endi osmonga qarang. Faqat bitta oy bor. Va bu tasodif emas. Bu yerning eng muhim muvozanatlaridan biri. Shuning uchun ham ba'zi savollar bor, javobi qiziq bo'lsa ham amalda juda xavfli bo'lishi mumkin. Agar sizga shunday videolar yoqsa, keyingi mavzuni yozib qoldiring.